Qarilik ikki xil bo'ladi. Birinchisi tana qariligi, ikkinchisi qalb qariligi. Tana qariligi endi hammaga ma'lum. Odam ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng pensiyaga chiqadi. Ko'z xiralashishi, sochlarning to'kilishi, quloqning yaxshi eshitmasligi, oyoq qadamlarning sekinlashishi, belda quvvatning ketishi, bularning barchasi tana qariligi bo'ladi. Bu tabiiy jarayon. Bu kunlarga hammani ham yetkazsin deb qolamiz. Tana qariligining o'zi yana ikkiga bo'linadi. Birinchisi chiroyli qarish, ikkinchisi sassiq qarish. Chiroyli qarish deganda o'sha yoshi katta insonlar yoshlarga nasihat qilishlari, farzandlariga, nevaralariga mehribon bo'lishi, atrofdagilar bilan xushmuomalada bo'lishi, qo'lidan kelgancha yordam berishi bu chiroyli qarish. Bir ustozimiz bor edi, er-xotin o'qituvchi edi. Kim ko'rsa ana shu kishini domla chiroyli qaribdi derdi, yuzidan nur yog'ilib turardi. Er-xotin haj safarlariga ham borib kelishdi. Juda chiroyli, muomalalari yaxshi edi. Alloh rahmat qilsin ularni. Endi sassiq qarish degani, qo'polroq qilib aytyapman, uzr. 70-80 ga kirsa ham uni buni g'iybat qilib, hozirgi yoshlarni qoralab, boshqa qilib o'tiribdi. Bir maktabda ishlayotgan paytimda ana o'shanday kishilardan bittasi keldi. 76 yoshda ekan. Endi pensioner o'qituvchilarni ba'zan komissiya qilib jo'natadi, tekshirib bering. Bir vaqtlar xalq ta'limi bo'limining mudiri bo'lgan ekan o'sha odam. Ayb topyapti, yomonlayapti, bir narsalar ve shuncha 75 dan oshib 80 ga yaqinlashib qolgan odam ishlayotgan o'qituvchilarni tilini og'ritib o'tiribdi. Bu yomon, sassiq qarish. Shundan saqlasin. Chiroyli qarish kerak inson. Ko'rgan odam sizni yoshingiz yetaylik, sizdek tetik bo'lib yuraylik deyishlari kerak deb hisoblayman. Endi qalb qariligi bu eng yomon. Hali 20-25 ga kirmay turib qarib qolishadi. O'zlarini juda katta tutishadi, birovlarni mensimaydi. Ba'zan men kommentlar bo'ladi shu javoblarda. Yoshingizga yarasha ish qiling deganlar bor. Shunaqa nasihatgo'y bo'lib qolishadi. Bir Navoiy monologini, Ulug'bek monologlarini o'qib video qo'ysam, bittasi shunaqa debdi, yoshingizga yarasha ish qiling deb. Mana shu odam qalb qariligiga erishgan bo'ladi. Yosh nima bo'pti? 70 yoshda, 80 yoshda she'r o'qisa, monolog o'qisa, nimasi yomon? Inson qarigani bilan uning qalbi yosh bo'lib qolaveradi. Mana shu qalbi yosh tana qariligiga yetkazishi kerak deb o'ylayman. Hammani shunday qarilik nasib qilsin. Qalb qariligi eng yomon narsa.